Ba'zi odamlar ham shunaqa yoningizda do'stdek yuraveradi. Hatto joningizni fido qilib olishingizga bir qadam qoladi. O'sha paytda u o'zining xiyonatini ko'rsatadi, tupurib tashlaysiz. Atrofingizdagi do'stlaringiz sizni o'ta maqtasa, siz u maqtovga uchib, ko'p narsani suyanib qo'ymang. Bir guruh sizni yomon ko'rsa, yomon ko'rganligidan xavotirlanib qilayotgan yaxshiliklaringizni to'xtatib qo'ymang. Odamlarni rozi qilish g'oyatun la tudrak degan Imom Shofiy. Odamlarni hammasini rozi qilib bo'lmaydi, mumkin emas. Bu maqsadga yurgan odam shunday bir cho'qqini maqsad qilibdiki, unga chiqib bo'lmaydi. Chiqolmaydigan cho'qqini maqsad qilgan odam ahmoq odam. Atrofingizdagi do'stlaringiz sizni o'ta maqtasa, siz u maqtovga uchib, ko'p narsani suyanib qo'ymang.